Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanali tomonidan efirga beriladigan Obyektiv nigohida nomli ko'rsatuvimizni e'tiboringizga havola etish niyatida mana Toshkent viloyatining Bo'ka tumaniga yetib keldik. Bu yog'iga ijodiy safarimizni davom ettiramiz va odatga ko'ra xalq bilan muloqotga kirishamiz. Parkent qishlog'i deb yozilibdimi? Adashib Parkentga kelib qolmadikmikan yoki keling yaxshisi biroz to'xtab so'rab ko'ramiz. Parkentlimizda hammamiz. Harakat odammiz. Parkentliklar yaxshi bo'ladi lekin. Hali yaxshi bo'lsa yomon emas. Sharoitlar ham yaxshimi? Xudoga shukr yaxshi. Hammasi yaxshi, sharoitlar yaxshi. Kamchilik yo'q. Biz Parkentliklar 49-yil ko'chib qo'yamiz betga. 60-yillardan beri suv chiqadi. O'zidan o'zi chiqadi. O'zidan o'zi yer tagidan chiqadi. Shirin, bir choyni ichib ko'ring. Yo'qsa choy damlab berayman. Mana shu yerda qarab o'lman. Choy ichishga kelishimiz kerak ekanda. Xudo xolasa, kelinglar gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa kelishinglarga zo'r qilamiz yerlarni gullar ekib, yaxshilab. Odamlar ham har xil bo'ladi. Qiziq holatlar ham uchrab turadi. Agar birov yaxshi desa, hamma shu fikrga qo'shiladi. Aksincha bo'lsa-chi? Bu yog'ini birgalikda eshitamiz. Yomoni mana suv masalasi. Yaxshi emas. Hozir suv chiqara olmayapmiz. Katta mablag' kerak unga. Mana shu yerga kelib suv tashiymiz 2 kilometrdan. Mana katta yo'l bu. Katta yo'lda qiynaladi, odam qo'rqadi, bolalar eshak aravalarda keladi suv tashishga. O'zimizda bashnalar bor ishlamaydi. O'sha muammoni hal qilish kerak. Hal qilish yo'llari haqida o'ylab ko'rdinglarmi? Nima takliflar bormi? Hamma o'shanga o'tish kerak ekan. Suv oqavaga. Ular kelib qilib beramiz deyapti, hali undan darak yo'q. Kamida 4000 dan oshiq odam yashaydi yerda. Bir kunda masalan oilangiz uchun qancha suv ketadi? Bizgami bir 200 litr ketadi-yu. 200 litrdan olib ketasizlarmi kuniga? 200 litrdan tashiymiz. Mol holgachi? Mol holga ariqda kelib turibdi, Xudoga shukr. Gaz turba o'tgan mana. Quruq turba. Unda gaz yo'q. 2001-yil mana shu gaz yoqqanmiz, bundan beriga gaz yo'q. Sharoit nihoyatda og'ir qishloqda. Suv bo'yicha murojaat qilganmiz, gaz bo'yicha foydasi yo'q deb eshitganmiz, shundan unga harakat qilmaganmiz. Xullas, mablag'ga kelib taqalyapti-da, mablag' yo'q. Men sizni ko'p ko'rsatuvlaringizni tomosha qilaman. Bu yoqda mana Chirchiqdagi ana suvalka to'g'risidagi bir hafta ham bo'lgani yo'q, ko'rdim. Lekin ishlaringizga omad, qishloq ichiga chiqsangiz bilasiz, xalq bilan gaplashsangiz har holda Pilis tomonga o'tib qolar ekan. Mana shu yerdan shunday chiqsangiz bir 2 kilometrda bosh bilan uy boshini orasiz. 500 metr o'ng qo'lga yursangiz maktabimiz bor, banisaxonamiz bor. Uni ham sharoiti og'ir. Nihoyatda og'ir uni ham sharoiti. Mana u licheni olamiz, siz ayollar bilan erkaklar bitta xonada yotamiz. Bu kalovot ayol, bu unaqada erkak ukol oladi, osma ukol. Sharoitlarimiz og'ir lekin. Bir kiring iltimos. Mana aziz teletomoshabinlar, biz hozir Bo'ka tumanidamiz. Yo'l-yo'lakay to'xtagandik, odamlar bilan muloqotga kirishdik. Ular esa o'z qishloqlariga borishimizni taklif etishdi. Demak, Parkent qishlog'i sari yo'l olamiz. Aslida to'g'riga keyingi qishloqqa ketayotgandik, lekin parkentliklar shu tomonga burilishimizni so'rashdi. Nima ham derdik, bu gal ko'rsatuvimiz Obyektiv nigohida. Xalq qayoqqa xohlasa, Obyektiv nigohi shu tomonga buriladi. Qishloqda yurib borar manzilingiz haqida so'rasangiz, hayla, yaqin, managina deyishadi. Lekin 3-4 bekat o'tib so'rasangiz, yana o'sha gap. Xullas, mana Parkent qishlog'iga ham yetib keldik. Bizaga bu Parkent qishlog'ida suv yo'q deyishgandi. Hozir qaradingda, mana bu yerdan suv tushib turibdimi-ekan dedi. Ana undan yog'ida yo'q. Ana tepada naryoqlarda suv yo'q. Biz o'zimiz mana laboratoriyadan hammamiz mahalla yig'ilib, shilanka bilan o'tkazib olganmiz. Mana bu oxirgi uygacha. O'zi burun u yoqdan kelardi bizga suv. U yoqdan chiqmay qo'ygandan keyin biz endi qiynaldik. Kuni bilan hozir mana shu yerda ham eshak aravalaydi. Aravalar tiqilib turuvdi shu yerda. Hozir to'ldirishib olib ketdi. Hammasi shu yoqdan kelganlar. Suvi. Ertalab olib ketishadi. Ertalab olib ketishadi, kechqurun olib ketishadi. Bekorchi bo'lsa, kuni bilan ham tashashadi suv shu yoqda. Odamlar. Shu yerda kiram yuviladimi? Kir ham yuvamiz. Ariqga shu suv ketadi. Mag'zava deydimi? O'sha sovunida oqib ketadi, lekin u yoqda ekinlarga qo'yiladi. Balki suv yo'q odamlar undan idish yuvishga foydalanishi mumkin. Endi qish kunida yudiramiz kelinlarga. Yoz kunida yudirmaymiz. Kun sovuq deymiz, suvlar sovib qolganligi uchun mana krandan oqqan suvga yudirtiramiz. Mayli deymiz. Endi qish kunida kelinlar ham qiynalmasin deymizda.
Suv isitib, uyda sharoit qilsa bo'lmaydida. bo'ladi, ne bo'lmaydi? bo'ladi. Ota buvamizdan qolgan pechka, o'choq, tandir, shunaqa mana shunaqa qilib kunimizni o'tkazamiz ish qilib. O'tinlarni g'amlab bosib qo'yamiz, o'tinni sotib olamiz. Qanchadan sotib olasizlar sir bo'lmasa? 1 milliondan sotib olamiz. Bir mashinasini. Bir mashinasini. O'sha qanchaga yetadi? Qishdan chiqamiz, haliga kamaytirib yoqib. Mana ertalab bir yoqib olsak, kechqurun bir yoqib olamiz. Shunaqa qilib chiqamiz qishdan. 2 korobka qurt olib boqdim. O'sha kelgan o'tinni hammasini maydalab, taxlab qo'yib qo'ydim. Mana qishi mana yoqib bo'ldik. Voy sirim bola, turgiz keldimi? Turgiz keldimi sizni? Voy, turgiz keldimi? Yurgiz keldimi? Voy asal bolam. Sirim bolam, bitta gapirib bering. Mana bu bolachaning ismi Firdavs ekan, ismi jismiga monand, o'zi ham juda ham shiringina, lekin mana shu go'dak tufayli qaynona kelin o'rtasida ba'zan kelishmovchilik ham tug'ilib qolar ekan. Sababi uy sovuq, o'tinni ayash maqsadida 2 martagina ertalab va kechqurun yoqishadi. Shu bois bolani qaynona hamisha beshikka bog'lab qo'yilishini istaydi. Kelinga bu yoqmaydi. Nima qilish kerak? Biroq ko'rib turibsiz, mana qishloq kishilari o'zlariga mos qulay sharoit yaratib olishgan. U yoqda yotoqxona ham, choy ichadigan joy ham, hatto choy qaynatadigan shart-sharoitlar ham, hammasi shu yerda. Bolacha esa mana shu pechkaning yonida. To'g'rimi? Firdavs. Men qarab, Firdavs. Voy asal bola, katta bo'linsiz. Voy asal. Kelinimga yoqmaydi. Yechiylik deydi. Bolam deydi, "Hadi 5ga yotaverarmi?" dedi. "Yo'q" deyman. 5da yotaversin. Kun sovuq, shamollatmasang nima qilasan deyman. Bu shamollatib deyman, dori-darmon kerak bunga deyman. Qayerga olib borasan deyman. Doktorxona ham uzoq bizaga, ancha oramizda doktorxonamiz. Doktorxonamizda ham sharoitlar juda haligi. Bog'cha ham yo'q. Bolalar hammasi uyda. Boshqa ilojimiz yo'q. Birimiz bizda ham shu ahvolda. Maktab uzoq, suv yo'q, gaz yo'q. Suv eshiklardan teydan chiqib turibdi-yu. O'zimiz nari betdan tortib kelganmiz opa uni. Mahalla yuqorilarda suvga keladi hammasi. Ichimlik suv yaxshi emas. Yuqorilarda. Chiqsalar hali aytadi odamlar. Gaz yo'q, bog'cha yo'q masalan. Mana hammaning uyida bola chaqasi yuribdi. Bog'cha ochilsa masalan hamma ish bilan ta'minlanardi. Masalan o'zimizdan bog'chaga o'qiganmiz. Ish yo'q. Boramaymiz. Hadicha xolaning uyidan chiqdik. Qo'shnilari kechagina chaqaloq bu yerda yangi mehmoncha kelgan ekan xonadonga. O'zlari taklif etishibdi, chaqaloqni beshikka solari bo'lar ekan. Biz ham hozir birgalikda ana shu an'anada ishtirok etish niyatidamiz. Mana hozir biz Bo'ka tumanidagi Parkent qishlog'ida yashaydigan Ra'no xolaning xonadonlaridamiz. Ochig'ini aytadigan bo'lsak, mehmonxonadamizmi, yotoqxonadami yoki oshxonami bilmaymiz-u, lekin bu yerda hozir yangigina kechagina tug'ilgan Lolaxonning beshikka belar an'analari o'tkazildi, ko'rib turibsiz. Lekin vaziyat juda ham noqulayroq desak ham bo'ladi, chunki mana yonimizda dasturxon turibdi, bu yoqda esa mana shart-sharoitlar, kir yuvadigan holat va bu yerda kelin-kuyovning yotoqlari ham joylashgan, televizor ko'rish uchun, dam olish uchun shart-sharoitlar hammasi xullas bir xonada. Kelganimizga 2 kun bo'ldi. Mana qishloq sharoiti shunaqa. Hozir biz kelganimizda siz tashqarida tandir yonida yurgan edingiz. Sizmidingiz? Men. Kelgandan keyin odatda men bilishimcha ayollar shu chillali deyiladi, yotish kerak-da. Yo'q, endi bu qishloq sharoiti bo'lgani uchun bu yerda ish qilamiz baribir. Bu pechkani ko'rdingda, O'zim yoqaman. tug'ruqxonadan kelib pechka yoqib ishga tushib ketaverasiz. Qilaveramiz endi qo'limizdan kelgancha. Bu yerga kelib yana ko'rmaganlarimizni ko'rdik. Qishloq ayollari bardoshli, chidamli, sabrli ekaniga, ayolning joni 40 ta deyishlari bejiz emasligiga Bo'ka tumanining Parkent qishlog'iga kelsangiz, yana bir bor tan berishingizga shubha yo'q. Yurisham qiyinroq bo'larkanda bunda. Ha, Qayerdan olib kelyapsiz? pastdan.
O'tirolsam bo'ladimi? Ha, O'tira mumkinmi? Mana hozir biz suvni tashib olib ketayotgan ukamiz bilan birga chiqib oldik, lekin bu juda ham mashaqqatli ekan. Yosh bolalarga qanday ishonishadi bilmadim. Chunki bir qo'l bilan buni ushlamasa tushib ketishi mumkin ekan. Voy! Bu endi tepadagi dardalar suv. O'shaning uchun olib chiqamiz. Uydagilar icholmaydi. Hamma mashaqdan olib chiqib ketadi. Qayoqdan kelasiz suvni? Voy, qiyin ekan. Tepadan kelaman men. 200 litrli bochka bor. Anchadan beri tashiymiz. Voy. Shu qiyin ekan-ku. Bir o'zingiz qiynalmaysizmi? Yo'q. O'rganib qolgansiz. O'sha esim taniganimdan beri olib chiqamiz. Voy, bu necha yoshingizdan beri? Shu 10 yoshimdan beri suv tashiyman-da. Maktabda o'qiysizmi? Ha. Nechanchi sinf? 10. 10-sinfda. Hozir dars yo'qmi? Hozir dars bugun dushanba dars vaqti-ku. Tugadi. Darsdan chiqaman, sekin tushib chiqaman. Endi uyda suv qolmagan bo'lmasa, mollarni ham sug'orish kerak. Mana kichkinagina qizlar ham suv tashiydi bu yerda. Kelajakda orzularingiz bormi? Ha, kelajakda endi yaxshi bir ishni ishlasak, o'qishlarga kirib, xudo xolasa mahallaga ham suv keladi. Endi yaxshi ishlarga kirib ketsam, mana shu mahallaga suv kelamiz pastdan tortib. Boshqa iloji yo'q endi. Mana kichkina bolalar ham uyda o'tirib darsini qilsa, erta yaxshi bo'ladi. Mana aziz teletomoshabinlar, biz hozir Bo'ka tumanidagi Parkent qishlog'idamiz. Ko'rib turibsiz, bu yerda nafaqat yo'lda avtomashinalar, balki mana bunday suv ortilgan maxsus aravalar ham bo'lar ekan, lekin ularda yurish chetdan ko'ringanda juda zavqli tuyulishi mumkin, biroq mashaqqatli, chunki mana bu suvni mahkam ushlash kerak va mana bu jonivorlarni yo'lga solib, to'g'ri yo'lda borish kerak. Ketdik. Yo'l-yo'lakay ukamizga yordam berib boryapmiz, chunki suvni ushlashyapmiz deb o'ylayman. To'g'rimi? Ismingiz nima? Madina. Necha yoshdasiz? 5 yosh. Kim etdi suv olib kelganda? Apam. Nima qilasizlar bu suvni? Bu suvni qozonga bo'shatamiz. Kechgacha ko'p tashiysizmi? Voy asal. Voy, juda ham ko'p idishlar olibsiz. Suv kerak endi. Mahallada suv yo'q bo'lganiga ba'zan pastdan tashib ichamiz suvni. O'g'illaringizmi? Ha, o'g'illarim. Bular hozir molga qarab turadi, men suv idishlarni to'ldirib suv olib kelaman. O, katta yo'lning nariyog'ida ko'rdik buloq suv. O'sha yerda olib kelasizlar? Ha, o'sha yerdan olib kelamiz. Boshqa bu yerda mahallaning suvi sho'r. Unisiga bir kun chiqib, bir kun chiqmaydi. Mana ko'rib turibsiz, Parkent qishlog'ida boya yuqorida aytib o'tganimizdek, mana bunday yuk ortilgan aravalarni topish qiyin emas. Ketma-ket xuddi poyezd yo'lga o'xshab kelaverishar ekan, chunki hammaga har kun suv kerak. Hozir biz xuddi mana shu Parkent qishlog'ida xotira maydoni va u yerda haykal juda ham chiroyli qilib zinalar qilib qo'yilganini ko'rdik va bir paytlar juda ham gurillagan qishloq bo'lgan bo'lsa ehtimol degan xayolga bordik, lekin bugungi ahvoli esa u darajada deb bo'lmaydi, hatto achinarli desak ham mubolag'a emas. Xo'sh, nima uchun shunday bo'ldi? Bu hali boshlanishi, hali hammasi oldinda, lekin biz uchun ajratilgan vaqt nihoyasiga yetib qoldi. Demak, davomi kelasi ko'rsatuvimizda. O'tkazib yubormang, albatta ko'ring. Biz vobshe qiyin sharoitda yashaymiz, opa. Sharoitimiz og'ir, suv yo'q. Biz qishloqlarimiz nima deb aytaylik, shu sharoitimiz yo'q, yo'llarimiz yaxshi emas, suvlarimiz yaxshi emas. Mana Zuhra opa bizni hozir qo'yarda qo'ymasdan eski maktabni ko'rishga chorladilar. Hozir birgalikda boramiz. Chiqing. Shuni nol qiymatda beraman, kim qiladi deydi. Kim saylagan oqsoqolni, kimni chaqirib, kimni ostida saylagan bilmaymiz. Spravka oladi, pechat bosib 2000 pulingizni, 1000 pulingizni oladi shu. Hozir ham bormi shunaqa ma'lumotnoma? Bizda bor. Shu paytgacha o'tirdik, oqsoqol kelgani yo'q. Maylisda men 3 ta kelinglar deb aytdi. Shunaqa har kuni borib qaytib keladim odamlar. Lekin qurt boqqanimdan biron marta menga yo mukofot deng, yo hali pulini hali ololganim yo'qda. U mahallaga, bu mahallaga taklif qilishyapti. Bir tomondan yaxshi, bizga ishonishyapti, lekin baribir aytib o'tish kerak, yuragimizda xavotir. Bu faqat bizga bog'liq emas. Biz faqat ekranda berish imkoniyatiga egamiz. Mana istalbalarning ahvoli mana bu. Yo to'q qilib bermaydi. Balachalarimiz sho'rliklar yerga ag'anab suvga borardi. Haligacha suvga boradi. Suvimiz ham yo'q. Boringlar yoqqa, yo'lingiz uchun harakat qilmasangiz, kelib o'zingiz, bolalaringiz uchun, kelajagingiz uchun. Boringlar yoqqa.